Bilaman, siz uchun 7-sinf O'zbekiston tarixida mahalliy hokimlar nomlanishi muammo bo'lib kelgan. Hozir biz siz bilan ushbu ma'lumotlarni bir umr esdan chiqmaydigan tarzda yodlab olamiz. Unga ko'ra, Buxoroda mahalliy hukmdor nima deb atalgan? Buxoroda mahalliy hukmdor Xuddod deb atalgan. Buni qanday qilib oson yodlaymiz? Bu xor so'zini olamiz va Xuddoddagi dod so'zini olamiz. Buni qanday oson yodlaymiz? Xor bo'lib dod deding. Xor bo'lib dod deding. Xorazmda Xorazmshoh deyilgan. Shunchaki Xorazm so'ziga shoh so'zini qo'shib qo'ysak bo'ldi. To'g'ristonda esa mahalliy hukmdor Malikshoh deyilgan. Buni qanday qilib umuman esdan chiqmaydigan qilib yodlaymiz? Shaytanat asari muallifi Tohir Malik. To'g'ristonda Malikshoh deb atalgan. Chochning mahalliy hukmdori esa Tudun deb atalgan. Buni biroz kulgili tarzda yodlab qolamiz. Chochingdan tutun chiqyapti yoki meni juda asabim buzding, chochimdan tutun chiqarib yubording. Shunaqa deb yodlasa bo'ladi. Chochingdan tutun chiqyapti. What? Chochingdan tutun chiqyapti. Sochingdan tutun chiqyapti. Ustirishonada esa mahalliy hukmdorlar Ustirishonda Afshin deb atalgan. Afshin. Buni qanday oson Ustirishonning usti degan so'zni olamiz, Afshinning afshu degan so'zga o'xshatamiz. Qanday oson Ustimga afshu qilding, ya'ni aksirvording. Ustimga afshu qilding, aksirvording. Bundan ham qiziq ma'lumotlar uchun albatta bizga obuna bo'lishni, like bosishni va repost qilishni unutmang.